ayol kishi nima so'rasa beravermaylar. So'raganini beraversanglar, ertaga oilani ham berib qo'yasizlar, duxni ham berib qo'yasizlar. Mana ertalab bittasi kelibdi, oilasi buzilibdi. Xotiniga javobini berib qo'yibdi. Nimaga berdingiz desak, ha endi o'zi javobini bering deb so'raverdi, keyin berdim-da deydi. Nimani so'rasa berib qo'yaveradimi? Ayol kishi ojizi bo'ladi. Sal narsaga ketaman, ajrashaman, javobini bering deyaveradi ayol kishi. U so'raganini beraversa, ertaga oilani ham berib qo'yasizlar, povutni ham berib qo'yasizlar, sirni ham berib qo'yasiz. Erkak kishi mahkam bo'ladi. Erkak kishi og'ir bosiq bo'ladi. Erkak kishi sabrli bo'ladi. Erkak kishi oilani tutib turadi. O'shuning uchun o'sha nikoh, taloq masalalarini ham erkak kishiga bergan. Sal narsaga javobini berib qo'ymaydi deb. U ayollar u sal narsaga so'raveradi. So'raganini beravermaylar. Erkak kishi sal og'irroq bo'lar, oilani ushlab turadi. Pul bersanglar ham, boshqa narsa bersanglar ham, lekin ana javobini berib qo'ymaylar.